160 kilovatli elektr dvigatel. Mana shu ulanish klemmalarining oldidagi tekisliklar ishsiz holati, yaroqsiz holatga kelib qolgan. Buni yangilayapmiz. Bu yerga kelgan kabellar juda kalta ekan. Shuni elektr dvigatelgacha bo'lgan masofasiga mis kabel uryapmiz. Mana shunaqangi klemmalar bilan. Bu ikkita yonma-yon qilib qatirganimizning sababi bitta yuzali kabel topolmadik. Shuni hisobiga yonma-yon tuzyapmiz. Har bitta kabelni kvadrat yuzasi 50 talik, 50 mm kvadratli. Voy alhamdulillah. Allohga shukr. Bu qurilmalarning vazifasi mana shunaqangi mayda toshlarni qum holatiga keltiradi. Mana shunaqangi salomat bo'linglar.